Nima uchun Skar yovuz bo'lib ketgan? Multik ijodkorlari asl ssenariyni oshkor qilishdi. Unda Skar va Mufasa juda qalin aka-uka bo'lishgan, toki o'rtalariga ayol aralashmaguncha. Skar va Mufasa Sarabini sevib qoladi. Sarabi esa Skarni tanlaydi. Skar uni chindan qattiq sevar edi. Ammo Mufasa qirol bo'lgach, Sarabi Skar bilan orani uzadi va Mufasaga turmushga chiqadi. Skar alamiga chida olmay, hayotga nafrat ko'zi bilan qaray boshlaydi. Mufasani o'ldirib jasadini yeydi. Skar panjasidagi bu bosh suyak Mufasaning bosh suyagi, agar bilsangiz. Skar qirol bo'lgach, Sarabini juda ko'p marta zo'rlaydi. Afsuski bu bolalar multfilmi bo'lgani uchun ijodkorlar Skar Mufasani yeb tashlagan va Sarabini zo'rlagan sahnalari ssenariyda bo'lgan bo'lishiga qaramay uni chizishmagan. Ammo Skar va Sarabi o'rtasidagi munosabatni ijodkorlar filmda bir qator eslab o'tishgan. Когда-то ты выбрала Муфасу, а не меня. Но на троне новый король. Agarda siz bizning profilimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan bizni boshqa uchratmaysiz. Like bosing, agarda video sizga yoqgan bo'lsa.